Bitta propan yo'qmi? Benzinda ko'rmagan umuman. Nima ko'rmagan? Benzin, nima? Propan. Benzin Adashib ketdimmi o'zi? ko'rsatsin, hayajonlanasiz. Qancha yurgan bu? Gaplarimiz afsus bo'libdi, bu odam bosgan ekan. Magnitofon qo'yilgan. Aytinglar nima qo'yilgan aka? Aytavering. Qaytadan olaylik, hisob qiling. Kesamiz uni. Faqat alatmasdan aytavering. Nimani oldim, mana ko'rib chiqaymi mashinami? Ayting, men Ko'ring, ochib ko'ring hamma joyini. Narxini hech to'rmaymi? Juda to'rmay. Hech bir narxini ayting-da, mana ko'rsin odamlar. Aka, video olibmiz, nima uchun? Sizga foydamiz tegsin, xalqqa foydamiz tegsin aka. Hozir kamerani o'chirsak, siz yolg'on gapirasiz. Aka, ko'rsin. Keling, ko'rsating operator. Qancha yurgan bu? 90 ming. 90 ming yurgan. 725 ming mangdami? Ha. Video registrator, chexol, poliglar bor. Yana nima bor? Malibu rol bor. Rabochisi. Rabochisi? Ha, yangi emas-ku aka. Nima narsa yangi qo'yilgan buni? Ha, yangi ekan. Mana stop qo'yilgan. Yana nima qo'yilgan aka? Stoplar qo'yilgan, yubkalar qo'yilgan. 800 dollar pul apparatura terilgan. 800 dollar? Ha. Bu 800 dollar emas-ku. Nimada? Sizlar aytasizlar aka, ukalar 800 dollar o'tdi shu apparaturani. Stoplar qo'yilgan. Kobel diska, kraskasi-chi? Kraskasi oldida kirlosda bor. Ikkita oldi krilosda kraskasi bor. Ravon. Zavodskiy Ravon. 20 yili. 20-yil. 90 ming yurgan. 90 ming yurgan o'zi halol. Narxi nechi pul? Qimmat aytsangiz, qo'yaveraman. 30 ming dollar sizdan qo'yaman. Lekin hech kim olmadi. Qadamlar. Ol bu kishini ol. 908 original qo'lingizda pulti ham bor ko'rgazing. Yo'q, ko'rdim. Mana pulti bor. Narxini ayting. Faqat shuni ayting, sotayotganmisiz, sotiladigan qilib ayting. Yo'q, agar Qimmat aytsalar, ko'kalar faqat so'kinglar bu odam. Masala tamom. Hech bir narxini ayting. Mana xalq o'zi aytadi. Ha? 8,5. Ya 8,5 ming. Moshinani Aka ayting. apparaturalar bilan beryapman. Bildi, moshinani hech bir narxi. Apparaturani hech bersak 8 ming beraman. Aka ukalar qimmat, nomerlarni qo'yamiz. U 500 dollar apparaturalik bo'libdi. Qimmat. Moshina narxi 7 ming.